Jon, rosayam qo'rqyapman-da. Boshda shunaqa bo'ladi. Keyin o'rganib ketasan, jonim. Unda men kiyimlarimni kiyib tayyorlanib chiqay, xo'p? Men tezda kelaman. Bugun tun juda uzoq. Jon, men keldim. Mana yangi qurilgan dacha. Eskisi haqida har xil qo'rqinchli afsonalar yurarmiz. Menga farqi yo'q. Eskimi, yangimi. Muhimi Ispaniyasi bo'lsa bo'ldi. Qizday, Safiya uncha-muncha povod beradigan qiz emas. Nima deyapsan? U bugun shotda bokiraligini yo'qotadi. Kesib qo'y. $10,000. Joy ko'p-ku. Safiya bunga arziydi. Kelishdik. Vashshe chiroyli dacha ekan-a. Lekin siz emas, Safiyaxon? Nodir, kecha menga cho'qinib, endi Safiyaga gap otasan. Anoraxon, men hammaga aytaman, xavotir olmang. O'rtoq, men bekor keldim-da. Voy tinchlan, o'zim to'layman. Kursdoshlardan ajralib qolish yaxshi emas. Bo'ynimgacha qarzga botayotibman. Sani hurmating keldim. Kalonkasi zo'r ekan. Odam o'takasini yording-ku, Nodir. Men bor ekanman, qo'rqmasang bo'ladi, Safi. Yura qol. Wow. Assalomu alaykum. Kimga salom beryapsan? Uyda egalariga. Onam aytgandilar. Kimnidir uyiga kirsang yoki o'zingning uyingga kirsang ham salom berib kirishing kerak. Chunki uyning o'zini odamlari bo'ladi. Ularga salom bersang, ular xursand bo'lar ekan. Unda bugun bu uyda odamchalari baklashgan hididan kayf qilar ekanda. Bolalar,